Assalomu alaykum. Meni ismim Qosim Otabek. Men Veralex Advisory yuridik konsalting kompaniyasining asoschisiman. Bugungi mavzuyimiz hozirgi paytda men o'ylaymanki juda ham aktual mavzulardan birini qo'ydik. Bu mavzuyimiz elektron kommersiya haqida. Ya'ni elektron platformalarda savdo qilish. Bugun aynan bu masala yuzasidan men ko'rsatuvimizga soha mutaxassislarini taklif qilganman. Mana Ergashev Behruz va Yo'ldashev Mirislom. Xush kelibsizlar. Birinchi savolim Mirislomga bo'ladi. Savolim shundayki, ko'pchilikni qiziqtirayotgan masala, misol uchun mana YTT sifatida ro'yxatdan o'tmasdan elektron platformalarda savdo qilish mumkinmi? Assalomu alaykum hammaga. Yo'ldashev Mirislom, qisqacha o'zim haqimni tanishtirib o'tsam, men shu 20-yildan boshlab elektron kommersiya sohasida ishlab kelaman va StatPulse degan bir ekosistema qurganmiz. Yekum направленияsi bo'yicha shu yo'nalishni ham founder ham bosh rahbariman. Sizni savolingizga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda marketplacelar bilan, ya'ni katta marketplacelar bilan ishlasak, bulardan Zoom, Wildberries, Ozon yoki bir Yandex shunga o'xshagan katta yiriklari bo'lsa, ishlab bo'lmaydi, oddiy qilib aytganda. Nimaga? Chunki har bitta marketplace savdo qilayotgan sotuvchi seller deyiladi. O'sha sellerga расчетный shotiga uni sotgan hajmidan kelib chiqqan holda mahsulotini pulini tushirib berish kerak. Ya'ni har bitta shaxsda, ya'ni bu YTT bo'ladimi, MChJ bo'ladimi va hokazo, ularning har bittasida bankda hisob raqami bo'lishi kerak. Demak, elektron tijoratini boshlamoqchi bo'lgan shaxslar, ya'ni YTT ochish kerak ekan, to'g'rimi? YTT ochishi kerak ekan va YTTni ochish maqsadi shundan iboratda. Shunaqa, lekin endi misol uchun elektron tijoratga hozirgi kunda misol uchun Telegramdan, Instagramdan, Facebookdan yoki bir boshqa sotsmediadan agar mahsulot sotilsa, uni ham elektron shu kommersiyaga kirgizsa bo'ladi. Bu holatda hozir o'zi band qilganlar ham sota oladi. Ya'ni samazaniyatlar ular shu Paynet ilovasiga ulanib QR orqali sotsa bo'ladi. Endi hozirgi kunda maksimal darajada ravishda mahsulotlarni shu qonuniy yo'l bilan sotganga biza o'zimiz maslahat beramiz. Rahmat. Behruz aka, mana YTT ochishimiz kerak ekan. Bu YTT ochishdan maqsad nima ekan va qanday, misol uchun sizni fikringizcha afzalliklari bor buni? Men misol uchun mana ko'pchilik tadbirkorlarimiz endi YTT ochmasdan ham ishlayotgan tadbirkorlar bor. Telegram kanallarda sotayotgan tadbirkorlar bor. Har xil ijtimoiy tarmoq platformalarida sotayotgan tadbirkorlar bor-da. Hozirgi kunda shuni men YTT ochib ishlagani yaxshimi yo shundan sotib turzimmi? Qo'pol aytganda. Assalomu alaykum hammaga. Ergashev Behruzman. Sertifikatlangan soliq maslahatchi. 10 yildan ortiq soliq buxgalteriya sohasida faoliyat olib boryapman. Savolga keladigan bo'lsak, avvalo tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun tegishli ruxsatnoma yoki litsenziya guvohnoma olmasdan turib tadbirkorlik bilan faoliyat bilan shug'ullanish ham jinoiy, ham ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bundan tashqari, hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish, tadbirkorlikni yuritish uchun ancha yengilliklar bor. Tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazishda ham, keyinchalik uni yuritishda ham ancha hozir yengilliklar bor. Ya'ni tadbirkorlikni YTT yoki MChJ yoki boshqa tadbirkorlik xo'jalik subyekt sifatida ro'yxatdan o'tkazib faoliyatni olib borish ma'qulroq o'zi uchun tadbirkorni. Tadbirkorlarga hozir yaratilayotgan imkoniyatlardan yana bittasi elektron savdo uchun, ya'ni elektron kommersiya uchun yana qator o'zgarishlar qilindi. 26-yilda, 25-yilda, ayniqsa 26-yil uchun berilayotgan o'sha soliq bo'yicha imtiyozlar hammasi bu o'sha tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazib faoliyat yuritishi uchun bir imkoniyat deb o'ylayman. Ya'ni endi boshlayotgan tadbirkorlar uchun, hali tadbirkorlikda tajribasi bo'lmaganlar uchun ham ancha qulay narsa yakka tartibdagi tadbirkor ro'yxatdan o'tkazib faoliyat yuritish.
tushunarli. Mana misol uchun Mirislom, man tadbirkorlik qilmoqchiman marketplacelar orqali. YTT orqali tadbirkorlik qilishim mumkinmi yo MChJ ham ochishim mumkinmi? Hozir misol uchun qaysi bir afzal joyimi, afzal taraflari bor? Misol uchun nalog sifatida ham, misol uchun soliq sifatida ham tadbirkor uchun yengillik bo'ladi. Endi bu savolingizga ko'proq tadbirkorni o'zidan kelib chiqqan holda javob berganimiz yaxshi. Ya'ni misol uchun misol qilib keltiraman. Yangi ochayotgan bo'lsa korxonani yoki bir YTTni, unda YTTdan boshlagani yaxshi. Hozirgi kunda o'sha prezidentimizni oxirgi qarorlardan biri zo'r qaror chiqdi. Ya'ni 5 milliardgacha 1% оборот. Bu zo'r degani marketplace'lar uchun. Agar 5 milliardgacha оборот bo'lsa, YTT yaxshi. Endi agar korxona import qilib, misol uchun Xitoydan yo boshqa bir davlatdan o'sha ofitsialniy franshizasini olib kirib, ofitsialniy sotadigan bo'lsa, unda MChJ yaxshi. Nimaga? Chunki olib kirayotgan o'sha NDS pochtanalarini zachotga olsa bo'ladi va zachot orqali marketplace'da savdo qilsa bo'ladi. Endi bu korxona turiga bog'liq. Agar korxona import eksport qilsa, NDSga bog'liq joy bo'lsa, NDS bilan sotgani yaxshi. Lekin o'sha oxirgi narxda sal qimmatroq bo'lishi mumkin oluvchi uchun. YTTlar uchun 5 milliardgacha оборотiga o'zi amin bo'lsa, NDSsiz sotsa bo'ladi. Ya'ni shu biznesni 2-3 yil mobaynida qanday rivojlanishiga bog'liqda. To'ppa-to'g'ri. Обороты qanday rivojlanishiga bog'liqda. To'ppa-to'g'ri. Shunga ham YTT birinchi bosqichda YTT Optimal variant. optimal variant deb bo'ylaysiz-a? Shunaqa. Birinchi endi yangi tadbirkor uchun YTT optimal variant. Tushunarli. Behruz aka, menda yana bir savol bor edi. Mana ayrimlar hech qanday tadbirkorlikni rasmiylashtirmasdan jismoniy shaxs sifatida ishlab, to'lovlarni shaxsiy bank kartasi orqali amalga oshirilmoqda. Bu qanday, to'g'rimi, noto'g'rimi, bu qanaqa qonunda to'g'ri keladimi bu? Qanaqa? Albatta noto'g'ri. Baho bersa bo'ladi. Bu bo'yicha o'sha Ma'muriy kodeksda va Jinoyat kodeksida tegishli moddalar bor. Ya'ni Jinoyat kodeksining 188-moddasi o'sha tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazmasdan turib, tadbirkorlik bilan faoliyat bilan shug'ullanish uchun javobgarlik belgilangan. Bundan tashqari o'sha endi bu tadbirkorni kartasiga tushirdi degani bu tadbirkor xufiyona iqtisodiyot bilan shug'ullanyapti degani emas. Misol uchun siz do'konda kartasi yonida bo'lmasligi mumkin xaridorni yoki boshqa muammolari bo'lishi mumkin. O'sha paytda siz belgilangan o'sha kassa apparatdan QR kodli chek chiqarib beradigan bo'lsangiz, siz ya'ni обороtingizni yashirmasdan soliq organlariga taqdim qiladigan bo'lsangiz, bunda bu qilgan o'sha tushumni yashirish hisoblanmaydi va bu uchun javobgarlik yo'q. Ya'ni pulni qabul qilishda xohlasa hozirgi kunda mana bu har xil to'lov dasturlari orqali Payme, Click yoki boshqa dasturlar orqali qabul qilish mumkin yoki kartadan yoki naqd. Bunda hech qanaqa cheklov yo'q. Qaysi birida qabul qilishni faqat belgilangan narsa mana shu savdo hajmini chek orqali yoki marketplace'da to'langan cheklar orqali rasmiylashtirish, ya'ni soliq organlarida ko'rinishi. Bundan tashqari hozir o'sha kartaga qanaqadir hozir limit belgilandi. Bir kunlik qanaqadir tushumlar soniga qarab bu ham hozir tahlil qilinmoqda. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlari bo'yicha soliq organlarida. Bu ham agar sizda xufiyona iqtisodiyot, sizda обороtingizni yashirish deb baholanadigan bo'lsa, bu ham o'sha qo'shimcha soliqlarni hisoblashga kelib jinoiy javobgarliklarni olib kelishi ham mumkin. Mana misol uchun fuqarolar biznes qilaman deb elektron platformalar orqali bir qadamni bosishyapti-da, qanaqadir bu to'g'ri noto'g'ri shu aytilgandek, misol uchun bitta fuqaroni bank hisob raqamidagi kartasiga bir necha oy davomida misol uchun katta summalar, endi оборот oshgandan keyin katta summalar kelib tushyapti-da. Bu bank idoralari tomonidanmi yo soliq idoralari tomonidanmi, ayniqsa soliq idoralari tomonidan qanaqa baholanadi? Mana misol uchun hozirgi kunda bir qancha davlat dasturlari qabul qilindida, misol yashirin iqtisodiyot bilan kurashish to'g'risida. Mana shu hozirgi aytib o'tgan misolda, misol uchun hisob raqamga, kartaga 2 oy davomida misol uchun qanaqadir katta summalar kelib tushsa, bu qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bu o'zini belgilangan muddatda chegaraviy miqdordan oshadigan bo'lsa, tushumlar soni summasiga nisbatan
O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi departament mavjud. Markaziy bank ham soliqqa ham ularga bu bo'yicha ma'lumot beradi. Ular vaziyatni o'rganib chiqib, agar haqiqatdan ham o'sha tushumlarni yashirayotgan bo'lsa yoki pulni karta orqali qabul qilib soliq olganlarni hech qanaqa aks ettirmayotganligi isbotlanadigan bo'lsa, o'zini tasdig'ini topadigan bo'lsa, bu bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shu huquqiy baho beriladi. Huquqiy baho beriladi bu tomonidan, narsaga. to'g'rimi? Tushunarli. Mirislom, bir savolim bor mani sizga. Mana misol uchun fuqaro qanaqadir elektron platformada savdo qilmoqchi. Shu elektron platformada savdo qilsa, qanday soliqlar to'laydi endi? Endi qisqacha aytsangiz, qanday misol uchun soliqlar to'laydi? O'sha aytib o'tganimizdek, fuqaroni o'zi shaxsan как физлицо YTT bo'lishi kerak, ya'ni bank hisob raqami bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha fuqaro o'zini bank hisob raqami bo'lishi kerak, ya'ni YTT yoki o'zini o'zi band qilgan. Shu holatda bo'lsa 5 milliardgacha hozir 1% oborotidan 1% налог to'laydi. Shunaqa. Misol uchun mana Behruz uzum marketda olsangda, komissiya soliq hisoblashda qanday inobatga oladi? O'zi soliq nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, korxonada uzum market orqali har bitta savdo uchun chek rasmiylashtiriladi marketplace tomonidan. Uzum yoki Valbers yoki Yandex hammasida chek shakllantiriladi. U chek sizga объем sifatida, ya'ni оборот sotilgan tovar hajmi sifatida keladi. Endi bundan sizga vositachi sifatida o'sha elektron kommersiyada sotilgan tovarlar vositachilik haqqi sifatida ushlab qolingan summalar bu siz uchun xarajat. Ya'ni ob'yomingizni kamaytiradigan narsa emas. Siz sotgan tushumingizni jami summasidan kelib chiqib turib soliq to'laysiz. Men shu yerda bitta savolim bor sizga. Sal provokatsion savol deyiladi. Misol uchun men o'zim uzumda savdo qilaman. 100 so'mga narsa sotyapman. Ichidan o'sha komissiya olinyapti, va hokazo rasxodlar olinyapti. Shotimga deylik 70 so'm pul tushyapti. Endi hozirgi kunda ya'ni soliq idoralari mendan 100 so'mdan налог oladi. Lekin hisobimga meni 70 so'm pul tushyapti. Ya'ni o'rtadagi 30 so'm meni pulim emas, u meni anaqa emas, meni rasxodim emas-da u. Lekin shunga ham men налог to'layapman. Oldin boshida adashmasam boshlanganda shu narsa shotga tushgan puldan налог to'lanardi-da. Hozir sotuvdan налог to'lanadi. Endi buni qiziq tarafi borki, misol uchun marketplace'lar aksiyalar qilishi mumkin yoki ertaga misol uchun komissiyasini baland qilib yuborishi mumkin. Mana Rossiyacha davlatlarda biz bilamiz, komissiyalar juda katta bo'lib ketganda hozir. Ya'ni boshqa yana qo'shimcha qismi qanaqadir rasxodlarni oshishi kelib chiqqan holatida, ya'ni tadbirkorga yana налоговый нагрузка kelib tushadi. Mana shu holatga qanaqa qaraydi налоговый o'zi? Ya'ni soliq xizmatlari. Soliq xizmatlari avvalo bu narsa soliq kodeksi bilan tartibga solinadi hamma narsa. Unda siz sotgan tovaringiz o'sha har bitta chekda sizda summa bor. O'sha chek siz uchun savdo hajmi, savdo oboroti hisoblanadi. O'sha summadan siz soliq to'laysiz. Endi soliq turlarining ham har xil turi bor. Misol uchun birinchi YTTlardan boshlaydigan bo'lsak, YTTlar o'sha 1% to'laydi aylanmasidan. MCH bo'ladigan bo'lsa, MCH uchun ham aylanma bor. U 4%. Endi undan tashqari umumiy belgilangan soliq stavkalari bor, ya'ni NDS bor, foyda soliqlari bor. Hammasida siz uchun o'sha sotgan chekingizdagi summa savdo hajmi hisoblanadi. Soliq ham o'sha hajmdan kelib hisoblanadi. Endi siz soddalashtirilgan soliq tizimida bo'lsangiz, bu degani o'sha xarajatlar hisobga olinmasdan turib, oborotdan turib 1% yoki 4% soliq to'laydigan bo'lsangiz, siz hech qanaqa xarajat chegara olmaysiz. Endi ikkinchisi mana umumiy belgilangan tartibda NDS foyda solig'i to'laydigan bo'lsa, NDSda o'sha sotib olingan tovar zachotga olishingiz mumkin NDSini yoki boshqa xarajatlaringiz mana uzum yoki boshqalarda sizga ular olgan komissiyasi NDS bilan faktura beradi va o'sha NDSni ham hisobga olib siz farqida NDS to'lab berasiz. Bu ancha arzonroq bo'ladi. Foyda solig'i ham umumiy xarajatlarni chegirib turib, sizni qo'lingizda qolgan sof foydadan foyda solig'i to'lab berasiz. Ya'ni soliq aylanmadan emas, foydadan olinadi, to'g'rimi? Unda foydadan bo'ladi. Hozir bu yoqda
YTT yoki soddalashtirilgan tartibdagi MChJ bo'ladigan bo'lsa, ular oborotidan o'sha soliq to'lab berishga to'g'ri keladi. Ya'ni oborot umumiy summa, savdoni umumiy hajmidan.